Assalomu alaykum. Bu videodan boshlashdan oldin shuni aytmoqchimizki, bu videoni qilish uchun ancha mehnatimiz ketdi. Necha minglab masofalarni bosib o'tdik. Shuning uchun iltimos qolardik, kanalimizga obuna bo'ling, like bosing, kommentariy yozing. Bu bizni qo'llab-quvvatlashingiz uchun juda ham muhim. Va biz bu videolarni qilishda yana ham davom etamiz. E'tiborlaringiz uchun oldindan rahmat. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu bizni yanada rivojlanishimizga turtki bo'ladi. Hammaga rahmat. Lutsern Germaniyaning markazida joylashgan juda ham ajoyib turistik shahar. Erta tongdan 8 soatlik yo'ldan so'ng erta tongdan Lutsern shahriga yetib keldik. Lutsern shahri unchalik katta bo'lmagan shahar bo'lib, Vierwaldstadtsee degan ko'lning atrofida joylashgan. Tabiati juda ham ajoyib. Erta tong endi kun yorishayotgan bo'lgani uchun ko'p turibsiz. Hali kuzning dastlabki oyida hamma joy tuman bilan qoplangan. Havo birmuncha sovuq. Qushlar esa bemalol sayr qilib yurishibdi. Ertalabdan olgan taassurotlarimiz shu bo'ldi va birinchi lokatsiyamiz tomon sekin odimlay boshladik va yo'lda ko'lning ajoyib tabiatini tomosha qildik. O'zingiz baho berishingiz mumkin. Bu esa Lutsern markaziy vokzali, Lutsern Hauptbahnhof deb ataladi. U yerdan Shvetsariyaning borishli qismlariga bemalol ketishingiz mumkin. Xohlasangiz poyezdda, xohlasangiz o'sha vokzal oldiga ko'pgina avtobuslar keladi boshqa shaharlarga qarab. Bemalol shulardan foydalanib boshqa shaharlariga ham yurishingiz mumkin. Masalan, Interlaken yoki Zurich yoki Basel kabi shaharlarga bemalol poyezdda. Bu qimmat emas. Endi bizga pulga olganda 100 ming atrofida bo'ladi. 100 ming, 150 ming atrofida. Erta tongdan issiqqina kofeni ichib oldik, chunki havo juda ham sovuq, ozgina isinish maqsadida va juda ham go'zal tabiatni tomosha qildik. Dastlabki taassurotlarim shundan iboratki, ko'lda juda ham qushlar ko'p. Ular sun'iy tarzda ko'paytirilganmi, o'rdaklar bor, boshqalar oqqushlar, laylaklar, turli xil boshqa qushlar bor. Ular sun'iy tarzda ko'paytirilganmi yoki o'sha tabiiy ravishda qushlar shu yerda kelib yo kuzda yo qishda o'tkazishadimi, bunisini bilmadim, lekin juda ham ko'p. Shundan so'ng biz birinchi lokatsiyamizga qarab yurib borishni boshladik. Birinchi lokatsiyamiz o'sha Shvetsariyaning qadimiy tarixiga borib taqaladi. O'zi bir sherda haykali bo'lsa ham, u o'sha Shvetsariyani himoya qilishda qatnashgan, mana tarixini yozib qo'ygan. O'sha yerda qanday qilingani, nima uchun qilinganini o'sha Shvetsariyaning gvardiyachilariga atab qurilgan ekan. Tabiatini juda ham ajoyib qilib qo'yishgan, ko'rishga daraxtlar, hammasi. Va turistlar hali erta tong bo'lgani uchun uncha ko'p emas. Bitta ham shu yerdan o'tdim, odam juda ham ko'p edi. Shundan so'ng esa yana ko'lda tabiatini tomosha qilib, ikkinchi lokatsiyamizga qarab yo'l oldik. Hamma narsa did bilan bezatilgan, hamma narsa tabiat ham juda ham go'zal, bulutlar,
g'ira shira quyosh, salqin havo va odamlar tomonidan yaratilgan har xil dekoratsiyalar ham judayam ajoyib go'zallik baxsh etib turibdi. Bu telefonga qanchalik yetkazish sal qiyinrog'i, o'zingiz ko'rsangiz yana ham ajoyib. İkinci lokatsiyamiz Shveysariya transport muzeyi. Harakat qilmasam tashqaridan ko'rinishi. Ichkariga kirib obzor qilishga harakat qilamiz. Agar video olish mumkin bo'lsa. Zo'r ekan bular. Xohlasa suvga tushar ekan, xohlasa tepaga chiqib aylanir ekan. Hech kimda ishi yo'q. Hech kim teginmayapti, hech kim quvlamayapti, hech kim toshlatmayapti bularga. Bu yerda esa odamlar baliq tutishmoqda. Sizga birinchi kelgan odamga, Germaniya, Shveysariyaga birinchi kelgan odamga tavsiya qilmaymiz Liboy ko'lga borib baliq tutishni, chunki u yerda shu Germaniyada masalan baliq tutish uchun o'zi ruxsatnoma bo'lishi lozim. Shveysariyada ham menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Shundan so'ng shahar markaziga qarab harakatlandik. Eski shahar qismida ertalablari yarmarka bo'lib o'tgan. Ko'rib turibsiz. Dehqonlar o'zlarining mahsulotlarini shu yerga olib kelib sotishar ekan. Hammasi tabiiy mahsulotlar. Shundan so'ng biz tarixiy bitta ko'prikka duch keldik. Keppel bug'uki. Bu ko'prik juda ham katta tarixga ega. Ko'rib turgan rasmlaringiz esa o'sha Shveysariyani ozodligi uchun kurashgan askarlarning rasmlari. Yana bir joylarda ko'zimga tushdi. O'lim raqsini ijro etayotgan odamlar degan joyi ham bor ekan. Oldin bu rasmlar 100 ta bo'lgan ekan tarixda. Undan so'ng kamayib hozir o'rtacha 30-40 tacha atrofida qolgan.
shahar bo'ylab turli xil ko'ngilochar chiqishlar, turli xil orkestrlarning ovozlari judayam ko'p. Shundan so'ng shu ko'ldan shahar markaziga qarab bitta daryo oqib o'tadi. O'sha daryo bo'ylab yursangiz ikkinchi tarixiy o'sha ko'prikka duch kelasiz. Bunda ham o'ziga xos tarixga ega ekan. Faqat u yerda qurilish ishlari olib borilayotganligi sababli uncha ko'p ma'lumot ololmadik va shahar ko'chalarini tomosha qilishga davom etdik. Uylar juda ham ajoyib stilda qurilgan. Shundan so'ng Shvetsariyaning supermarketlaridagi narxlar bilan tanishishga qaror qildik. Ko'rib turibsiz, uzum 108 euro atrofida ekan. Mevalar turli xil, karamlar, qovun mana 107 euro atrofida. Bu Shvetsariyada frank bo'ladi. Tarvuz esa 0.99 sent. Bu menimcha kilosi o'zimizni pulga. Bu handalakka o'xshash qovun esa 2 euro atrofida ekan, 2 frank. Bizni pulga taxminan 30 ming atrofida bo'ladi. Kola 0.5ligi 1.29 frank, o'zimizni pulga 18 ming 20 ming atrofida. Choylar, kofelar, bu Shvetsariya va Germaniyada unaqadan juda ham ko'p xilini topishingiz mumkin. Bu yerda har bir supermarketda ko'pincha bekeray, ya'ni o'sha har xil nonda turlarini, boshqalarni sveji pishirib sotishadi ko'pincha. Va supermarketlarda odamlarga kerak bo'ladigan boshqa narsalar ham bo'ladi. Masalan, har xil issiq paytda va o'sha sovuqda kiyiladigan kiyimlar, yomg'irdan himoyalovchi kiyimlar va o'sha ko'rib turibsizmi, bolalar uchun turli xil o'quv mahsulotlari. Bu go'shtlar endi Shvetsariya va Germaniya supermarketlaridan go'sht olishni tavsiya qilmaymiz. U yerdagi go'shtlar ko'pchiligi halol hisoblanmaydi. Lekin bular o'shani ustiga hayvonni rasmini yopishtirib qo'yishadi. Bitta yaxshi tomoni o'sha adashib qolmasligi uchun o'sha molni, tovuqni, cho'chqadan qilinganmi o'shani yopishtirib qo'yishadi. Unlar, shakarlar va hammaga mashhur Shvetsariya sirlari. Ko'rib turibsiz, 379 frank, 495 frank, o'zimizni pulga 50 ming, 60 ming, 70 ming atrofida. Va har bir supermarketda shunday joy borki, o'sha ichida tayyor tortlarni va boshqalarni saqlaydi. Tayyor tortlar, marojnilar, turli xil narsalar bo'ladi xolodilniklarda. Kolaning narxi 0.39 sent. Bu endi kichkinasi 0.39 sentimiz. O'rtacha 7-8 ming atrofida bizni pulga. Undan tashqari yana oshxona uchun kerak bo'ladigan narsalar ham bo'ladi. Ko'pchilik supermarketlarda, ayniqsa o'sha Aldi, Norma degan supermarketlar bor. Ularda ko'pincha shunaqa oshxona va uyga kerak bo'ladigan narsalarni ko'pincha sotishadi. Pashtetlar bor, mana ko'rib turibsiz.
endi Germaniyada bu pashtetdan o'zim ko'p olaman. Halol deb yozib, mana halol deb yozib qo'ygan. Bemalol olib, choyga, boshqaga birga yesa bo'ladi. Go'sht topish qiyin bo'lgan vaqtlarda bu yaxshi alternativa. Semichkalar 289 frank. Oshxona jihozlari 15 frank. 15 frankimiz o'rtacha 220 ming atrofida. Bu esa o'sha kartoshka fri tayyorlaydigan slot. Bu esa ko'rib turganingiz o'sha plastiklar uchun, ya'ni o'sha shishalar, har xil baklashkalar uchun qilingan joy. Bu binoning nomi esa Qizil devor deb atalar ekan. O'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak, ustiga ham bir chiqib ko'rdik. Turistlarni zeriktirmaslik maqsadida o'sha yonida kichkinagina o'sha hayvonot bog'i tashkil qilib qo'yishibdi. Yo'lda turli xil Shvetsariya buqalari, boshqalar, echkilar, boshqalar, yana turli xil hayvonlar bor ekan. Lyutsern shahrini tepadan ko'rinishi. Shu yerda ko'rib turibsizki, narxlar qanchalik qimmatligini. Juda ham mashhur bo'lgan Victorinox, ya'ni o'sha Shvetsariyani harbiylar uchun ishlab chiqariladigan brendga, Shvetsariyaning harbiylari uchun mahsulotlar ishlab chiqaradigan brendni magaziniga kirdik. O'zim pichoqlarga qiziqqanligim sababli bir kirib ko'rishga qaror qildim. Narxlarni ko'rib turibsiz. Pastda esa proba uchun qo'yib qo'yishgan va hech narsa kesmang deb yozib qo'yishgan. Juda ham ajoyib. O'rtacha narxlari o'sha 50 frankdan boshlab 200-300-400 frankgacha ekan. Yaxshilari, yaxshi pichoqlar o'rtacha 4-5 million atrofida bizni pulga. Yana Shvetsariya ko'chalarida turli xil brendlarni ham uchratishingiz mumkin. Ular juda ham ko'p. Albatta Shvetsariya o'sha dunyoni iqtisodiy markazi desak ham bo'ladi. Ko'p mamlakatlarda pullari shu yerda banklarda saqlanadi. Bu esa Rivella, Shvetsariyaning o'zini brendi. Men ichib ko'rdim, lekin menga unchalik yoqmadi. Ko'pchilik blogerlar maqtashadi. Ko'l bo'ylab yana 3-chi manzilimizga qarab ketayotgan vaqtimizda ajoyib hodisaga duch keldik. Lekin bunday qilishni maslahat bermayman, chunki Shvetsariyaning qonun-qoidalarini bilmayman-ku, lekin Germaniyada siz qushlarni, ayniqsa kaptarlarni ovqatlantirishingiz mumkin emas. Bu yerda ham sal keyinroqda duch keldik. Ovqatlantirmang, bu jarimaga sabab bo'ladi degan joy bor ekan. Bunga ham kattagina jarima to'lanishi mumkin. Odamlarning oldida ayniqsa bu narsani qilmagan ma'qulroq. Atmosfera juda ham ajoyib, juda ham go'zal rasmlar olsangiz bo'ladi. Ayniqsa hali. Faqat bitta narsasi, halol ovqat topish anchalik muammo ekan. Shundan so'ng biz kemada sayohatimizni boshladik. Kemadagi sayohatimizni ko'rishingiz mumkin. Bu Lyutsern shahridan boshlanib
Lutsen shahridan boshlanib Burgenstock tog'igacha davom etadi. Burgenstock tog'ida o'sha Burgenstock Resort degan mehmonxona bor ekan. Biz unga o'sha kichikroq poyezdda ko'tarildik. Boshlanishiga shaharda manzarasi chiqishni boshladi va borgan sari go'zallashib bordi. Bu yog'ini o'zlaringiz tomosha qilsalaringiz menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi. Van poprosi veranstalter uitzien voor je komende boot. Schöne Fahrt auf das Ziel. O'rtacha bordi keldi bileti o'rtacha 40-50 yevrodan bir tomonga 40-50 yevrodan boshlanar ekan. Unda borish kelishni o'zi 100 yevro atrofida ekan, lekin biz shunday vaqtga to'g'ri kelib qolibmizki, u yerda shu skidka bo'lyapti ekan. Bizga borish, kelish, o'sha poyezd yo'lda tepaga ko'tarilish va tushish ham anchagina arzonga tushdi. degan joy. U bittagina lokatsiya. Siz o'sha kema bilan 7 yoki 8 dan ortiq lokatsiyaga borishingiz mumkin. Borgan sari go'zallashib boradi. Ichkariga Alp tog'larini manzarasini tomosha qilishga muvaffaq bo'lishingiz mumkin. Biz vaqtimiz chegaralanganligi sababli eng yaqin lokatsiyaga bordik. Judayam go'zal, judayam ajoyib. Suvni rangi, tog' atmosferasi, salqin havo. O'zingiz bilan issiq kiyim olganingiz ma'qulroq, chunki havo judayam salqin. Narxlar bilan tanishishingiz mumkin. O'zi tepaga chiqishni o'zi bizni pulimizga o'sha 1 million atrofida ekan o'zi. Lekin biz o'sha chegirma narxida hammasini bitta qilib olganligimiz sababli bizga ancha arzonga tushdi. Maslahatim o'sha Shveysariyaga, ayniqsa Lutsenga keladigan do'stlaringiz o'sha o'zini kunlik sayohat biletlari bor. O'sha biletlardan olganingiz ma'qulroq. Turli xil joylarda skidkalar, ba'zi bir joylarda ekan, kemalar umuman ekan. Shu tepalikka ko'tarilishdan hammasi sizga chegirma narxida yoki tekinga tushishi mumkin.
Bu yerda siz o'sha Alp tog'lari manzarasini mazza qilib tomosha qilishingiz mumkin. Vaqt chegaralanmagan, xohlaganingizcha tomosha qilsangiz bo'ladi. Juda ham ajoyib manzara. Telefonda ko'rgan yaxshi, lekin o'zingiz kelib buni ko'rsangiz boshqacha vibe. O'sha ko'lda butun ko'rinishini kaftdek ko'rinadi balandlikdan. Bu esa mehmonxona ekan, o'sha aytganimiz Burgenstock Resort. Bu esa o'sha biz ko'tarilgan kemalarda qachon kelishini shu yerdan kuzatishingiz mumkin. Qaytishda oldingidan ko'ra tezroq yuradigan to'g'ridan to'g'ri o'sha kemaga chiqibmiz. Tabiatni tomosha qilib, Lyusen shahri markaziga qarab qayta yo'l oldik. Bu minora suv minorasi deb atalar ekan. Bu ham xuddi ko'prik singari juda ham qadimiy tarixga ega ekan. Shaharda turistlar juda ham ko'p, ayniqsa kunduzi. Biz videoda o'sha shaharda ozgina atmosferasini sizlarga bir tanishtirishga harakat qildik. Bu yerda hech qayerda maqtanish yo boshqa niyatimiz yo'q. Faqat shu sizlarga ozgina o'zimiz ko'rgan narsalarni yetkazmoqchi. Video manzur bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Kanalimizga a'zo bo'ling. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. E'tiborlaringiz uchun kattakon rahmat. Thank you.